kelgan kvartiram sizlarga yoqishi aniq o'rtoqlar. Mirobod tumani Parkburgga kelganmiz o'rtoqlar. 83 kvadratdan iborat 3 xonali 3-etajda joylashgan kvartiram sotiladi. Bu yoqda mehmonlar uchun joy qilingan, bu yoqda divanli zona qilingan, televizorlangan, bu yoqda travertin ishlatilgan ekan. Keyin mana bu narsa shipondan qilingan ekan o'rtoqlar. Bu arzon panel emas. Keyin lustragan alohida ibtidoringlarni qaratishni so'rayman. Bu yoqda oshxonamiz joylashgan, ajratib qo'yilgan, oynali eshik bilan mebel texnikalar yaxshisidan qilingan, kirib yashashga tayyor hamma narsa. Bu yoqda sekretli xolodilniklar qilingan. Sizlarga bitta ko'chadagi atmosferani ko'rsatmasam bo'lmaydi. Balkonlarga chiqqanda mana bu atmosfera nima deyapti o'rtoqlar? Bu yoqda ham balkon joylashgan, shu kvartiraga tegishli. Bu uglovoyda joylashgan, balkon yana davom etadi bu yog'i. Endi kirishdan tushuntiradigan bo'lsam, kirgan yerda chap qo'linglarda samozyot joylashgan, sekretli eshiklar qilingan, kirgan yerda o'ng qo'linglarda shkaf joylashgan. Va bu mehmonxonamiz, oshxonamiz boy ko'rsatib o'tdi. Keyin burchaklarni ham avalniy qilingan ekan o'rtoqlar. Bunga ancha mehnat ketgandir. Va eshiklarga e'tibor bersangiz, standart emas, baland, bu kvartiraga zo'r vid berib turar ekan. Ikkita yotoqxonamiz joylashgan. Mana bu narsa nima deyapti? Bo'lgan travertin ishlatilgan. Hozir birinchi yotoqxonamizni ko'rsatib o'tamiz. Bu birinchi yotoqxonamiz o'rtoqlar. Tez obzor qilamiz, vaqtimiz yetmaydi. Mana bu 12 toshini vidini berib turar ekan o'rtoqlar. Bu yoqga ham qilingan ekan. Dizaynga va gap bo'lishi mumkin emas. Gardroplarni ham yaxshisini o'rnatishgan ekan. Bu ikkinchi yotoqxonamiz, o'zining ichida sanuzellar ham bor. Kondisionerlar ham o'rnatib ketilgan ekan. Uyimizda zo'r lokatsiyada joylashgan. Mebel texnikalarni ham yaxshisini qo'yilgan ekan. Pardalarni ham pultli qilib qo'yishgan ekan o'rtoqlar. Narxiga keladigan bo'lsa 265 ming so'rashyapti. Pastda egalarning nomerini qoldiramiz. Bemalol telefon bargasinglar bo'ladi.